2026-yil 7-fevral. Yunusobod tumani Otchopar 2 mahallasi, Chinobod 8 ko'chasida. Aholining turar joyiga shaharsozlik norma qoidalariga zid holda qurilishlar olib borilyapti. Shaharsozlik SHNK 207-01-23 talablari mutlaqo buzilgan holda olib borilganligi sababli Gasin tomonidan mana shu qurilish bo'layotgan joydagi ishlar to'xtatilganligi to'g'risida ma'lumot jo'natilgan. Bu joyga 1667-qaror bilan 2018-yildan obodonlashtirish buzishlar olib borish to'g'risida hokim qarori chiqqan. 2021-yil 7-iyunda 677 qaror yagona elektron tizimda ro'yxatdan o'tmagan qaror bilan 2 gektar 16 sotik yer maydoni Strong Building mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan. Strong Building mas'uliyati cheklangan jamiyat aholining uyidan 2 metr masofada kotlovan qazish natijasida aholi yashaydigan uylarga xavf tug'ilib aholi yashaydigan uy yonida kamida 10 metr chuqurlikda yama kovlangan. Yamadan aholining uyigacha bo'lgan masofa 1,5 metrcha. Hech qanday aqlga ham, huquqiy normativ normalarga ham, shaharsozlik normalariga ham to'g'ri kelmaydigan holat sodir bo'ldi. Shuningdek, to'xtatildi degan 4-obyektda hech qanaqa gasin talabiga rioya qilmasdan gasin ko'rsatmalarini buzgan holda ishlar olib borilyapti.